deydi. Har kuni ovqat qilaman, ovqat beraman. Ovqat qilaman, ovqat beraman. Va uydagilarda oshqozoni borki, umuman o'ylamaydi. O'zini vazifasi bugun ovqat keladimi, yo'qmi? Bugun och qolmaymanmi, yo'qmi degan narsani o'ylash borki, o'sha oshqozonni vazifasi. Lekin ularni ham men o'ylayman-da. Men ularni jediraman, ichiraman, chichiraman, siydiraman, uyini tozalayman, pastelni yuvaman, kiyimini yuvaman. Ular faqat borki jeb yashab bersa bo'ldi-da. Hamma narsani men qilishim kerak. Yana kim yomon? Mana semiz xotin yomon. Oshxonadagi sassiq xotin yomon. Nima emish? Faqat ustidan moyda hidi kelamish. Nima emish? O'zimga qaramayman. O'zimga qarasam mana ovqatni katta xolam pishirib keladimi, to'g'rimi? Kim qiladi mana ovqatni? Yana nima emish? Men qornimda 9 oy ko'tarib, miyasini o'zimga nastroyka qilib tuqqan bola, ularga yaxshimi-shu? Uni tuqqan yenasi jomamni. Shu ovqat qilayotganda xayolimga shu narsalar tomma aylanadi. Men uydagilar o'ylamaydi. Bu xotinning xayolini chiroyli narsalar bilan to'ldiraylik.